Assalomu alaykum aziz podpishchilar, xush kelibsizlar bizning kanalimizga. Mana bugun 19-kun, hayit juda kam qolyapti. Inshaalloh mana bugun darvozani ko'rsatamiz hammaga. Mana darvoza 16,5 ming somon narxi edi. 1,5 ming somon sitga qildik hayitga. Inshaalloh 2,5 mm qalinlikda temirdan tayyorlangan darvoza, balandligi 270, bunda yeniligi 470. Harakat qilingizlar 15 ming somonga inshaalloh juda yaxshi narxda aparib qo'yib beramiz. Xo'p, kimgadir masalan agar o'zingizga kerak bo'lsa ham, hamsoyangizga kerak bo'lsa aytsangiz, agar shu hamsoyangiz kelib shuni sotib olsa, keyin so'raymanda kim aytdi desa, shunday odam aytdi deymi? Aytdi desa agar shu aytgan odamga 500 somon podarka bor. Shuning uchun harakat qilingizlar.